Ayol uchun hayotdagi eng muhim narsa nima deb o'ylaysiz? Ayol kishi uchun hayotdagi eng muhim narsa menimcha bu oila bo'lsa kerak. Zavoddagi ilk ish kuningizni eslaysizmi? Eslayman. Birinchi ishga kirgan kunim tekshirishga kelganda sumkam bilan o'tib ketganman. Qiziqarli voqea. Keyin kirganimdan keyin qayerga chiqish yo'lini adashtirib qo'yganman. Biroz o'ylanadigan savol. Ayol bo'lish bu sinovmi yoki baxt? Ayol bo'lish bu baxtli sinov. 8-mart siz uchun qanaqa bayram? Turmush o'rtog'idan e'tibor kutadigan kun. Barcha ayollarga bir gap aytish imkoniyatingiz bo'lsa, nima deysiz? O'zingizni seving va qadrlang. Ish va oila o'rtasidagi muvozanatni qanday saqlaysiz? Reja asosida ishga, uyda oilaga e'tibor qaratishga harakat qilaman. Farzandlarim tarbiyasida ham albatta bunda oila a'zolarimiz, ota-onalarimiz yordam berib kelishmoqda. Ayolning kuchli tomoni nimada? Ayolning kuchli tomoni sabrida. Ayol bir vaqtning o'zida bir nechta mas'uliyatni yelkasiga ola oladi. Zavoddagi ilk ish kuningizni eslaysizmi? Eslayman. 2012-yil 8-avgust kuni issiq havo, ro'za payti edi menimcha. Dadam olib keluvdilar. Hech kim yo'q atrofda. Jimjitlik. Keyin bitta ayol kishi oldimdan chiquvdilar, Nodira opa laboratoriyaga ishlardilar. Keyin u kishi ham erkaklardagi xarakterga egalar-ku. Keyin hamma shunaymi deb o'ylaganman-da. Keyin kollektivga asta-asta qo'shilib, keyin ayol xotin-qizlarni davrasiga tushib qolganman. Texnologiya sexini ko'rib, birinchi sex, asosiy ishlab chiqarish sexi juda ham qo'rqib ketganman. Yo'q, asta-asta o'rganib, hozir o'zimizni uyimizga yurganda erkin tutamiz. Juda ham esimga juda ham ajoyib davrlar bo'lgan. Ayollar jamoada qanday muhit yaratadi? Quvonch yaratadi. Ayollar esa ishlab turgan joyni go'zallashtiradi. Masalan, ishini ham etika, estetika, ham ishga tozalik bo'ladi. Ayol bor joyga har doim tozalik, quvonch bo'ladi. Ish qilib jamoaga yaxshi ayollar ishlasa, jamoaga quvonch. Ushbu jumlani davom ettiring. Men baxtliman chunki men sog'lomman. Oilam tinch. Sevadigan ishim, kasbim bor. Ishimni yaxshi ko'raman. Va shukr qilaman yaqinlarim, oila a'zolarim baxtimga sog'-salomat bo'lgani uchun. Yoshligingizda qanday orzularingiz bo'lgan? Yoshligimga vrach bo'laman deganman. Oliy universitetlarga oliygohga o'qiyman deganman. Afsuski, texnikumni tugatganman tamom. Ish va oila muvozanatini qanday olib borasiz? Ish bilan oila. Birinchi o'ringa oila. Oilangiz tinch bo'lsa, chiroyli ishlaysiz. Eng qiyin vaziyatlarda sizga nima yordam beradi? Eng qiyin vaziyatlarga tavba qilib shukronalik qilaman. O'tib ketadi. Qiyin vaziyat o'tib ketadi. Zavodda ishlash jarayonida nimalarni o'rgandim deb o'ylaysiz? Ish jarayonida har xil tajribalar, masalan, bizni mehnat faoliyatimizda tajribalar, o'sha insonlar ichida, jamoat ichida har xil muloqotlar, hayotiy tajribalar, ish yuzasidan tajribalar, deyarli hamma sohadan o'zimga nima deydi kerakli tajribalarni, ko'nikmalarni oldim. Olib kelmoqdamiz, davom etyapmiz. Sizningcha ayollar qanday qarorlarda kuchliroq? Ayollar menimcha oilada ko'pincha tarbiyaviy qarorlarda kuchliroq, ya'ni o'sha farzandlar tarbiyasi bizning o'zbek xalqimizda eng asosiy ayolning zimmasida turadi. O'sha farzandlar tarbiyasida qattiqroq qaror qabul qiladi deb o'ylayman. O'shalarning yaxshi inson bo'lib yetishiga, tarbiyali yurtimizga kerakli insonlar bo'lib yetishda onalarning, ayollarning roli katta. 8-mart siz uchun qanaqa bayram? 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami deyiladi, lekin ayollar uchun yanada mehr berish bayrami, mehrli kutish bayrami deb o'ylayman.